Rossiyada yana o'zbekistonlik migrantlar tahqirlanib, kaltaklandi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borish uchun Xabarlar News kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Rossiyada o'zbekistonlik migrantlar kaltaklandi. Joriy yilning 13-sentyabr kuni Rossiyaning Vladivostok shahrida Xabarskiy ko'chasida mahalliy yoshlar bir guruh bo'lib o'zbekistonlik ekanligi aytilgan migrantlarni kaltakladi. Guvohlarning aytishicha, avvaliga yoshlar ichida migrantlar bo'lgan mashinalarga tosh otgan, keyin esa haydovchilar suhbatlashish uchun tushganida guruh bo'lib ularga hujum qilgan. Oqibatda o'sha tunda bir necha kishi jabrlangan. Hozirda politsiya hodisa yuzasidan tekshiruv ishlarini boshlagan. Shuningdek, tajovuzkor harakatlarda ishtirok etganlarning barchasi voyaga yetmagan bo'lishi mumkinligi ham taxmin qilinmoqda. Mazkur voqealar O'zbekistonning Vladivostokdagi bosh konsulxonasi va Rossiya huquqni mudofaa qiluvchi organlari tomonidan alohida nazoratga olingan.